Maçrak bağılış gerek bo'lmasa bizni morlam dadida. Yo'qlab qolmasa chang yiqib 6 sekund 6 sanagandan keyin 10 kunza oxirlashtiramiz. Oxirlashtirsa yana bir ikkinchi yo'lab nima ish qilmas deb baqa. C2 mashinaning oxirlashtirish usuli. Birinchi yo'lab mashina to'xtab qolgandan keyin 30 san kelib qolgandan keyin maçrak qaylaymiz. Maçrak bağılış gerek bo'lmasa bizni morlam dadida. Yo'qlab qolmasa chang yiqib 6 sekund 6 sanagandan keyin 10 kunza oxirlashtiramiz. Oxirlashtirsa yana bir ikkinchi yo'lab nima ish qilmas deb baqa. Ma'qul. Qo'ltirni tatimiz da o'lchamda qana. Tatma. Avtomobilga tushganda so'l va keyingi tarafdan yutkaymiz. Ha. Ikkinchi yo'l. To'rtinchi yo'lab nima ish qilmas? O'tni o'chiramiz. O'tni o'chirsangiz ham chiraq hammamiz o'chiradi. O't o'chirib qanday ko'rib boqamiz. O'chdimi o'chmadimi? Qachon o'chiramiz bo'ldi, o'tni o'chasiz o'z ichida. Uni o'chirib so'lga yiqibasiz, buni tabarishlik qilasiz. Ankizda 5-yo'labcha. Tasmada. Ha, bo'shlan. 6-yo'labcha. 6-yo'labni tushimiz bu. Bir şey yapıyoruz. Oşum bir tur geçirdi. İşini açmasak bizni mor, içib qo'yib yopmasak bizni mor. Yig'izdan o'tganda jiroqning yo'q. Ha? Oşum bir tur ava. Olay diqqat qilib shu ezib ketsek ham shu to'xtab qolib bizni mor bilan kelgandan keyin yoqib qolgan chiqadi. Men tafam Bu da ma'lumingizni esingizni ishlatmasinchimi? mashinadan chiqib o'xshaydi oylaqa tekshirib masoqa qo'ygan ekan. Yo'q, so'qqa issiq olsin mayli, o'sha qancha issiqlab ketsin o'xshashlar. Eliqa bosadigan harakatni. Diqqat. Mushtaqimiz ma ezib ketmang. Endi ishni intamiz boshlaymiz. Bizning hozir ma'lumot qilamiz shu intam maydoni. Mashinani aylanish ishki. Intam maydoni o'zligini maktab o'qiydi. Mashinani aylanish ishki. Suratda pravo oldi, tez suratda knishka oldim 35 kun 40 kechida deb o'ylashayotgan bolalar. Ne intam versam, nerede mashq qilsam bo'ldi deydigan bolalar. Alloh qilasanglar, mana shu intamni o'zlari mashq qilamiz. Mashqlar zot o'tkichi bo'ladi. Navbatga o'tmay qolsanglar, yana shu qayta o'rganishinglar xizolatda o'qish qabul qilyapman. Tez surat pravo olsam bo'ldi, kapolatni degan Alloh qilasizlar.